Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 21-may haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'lyapti. Hozirgi vaqtlarda ertalab 3:30 da bozor boshlanyapti. Kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti. Mana bu ayol qizlar uchun ko'ylak lozimlardan narxini so'raymiz. Bular nech puldan? Bular 50 ming so'mdan akajon. 50 ming so'mdan. Donaga, pachkagami? Pachkaga. Pachkaga. Donaga 55 ming so'm. Donaga 55 ming so'm, ha? Razmerlari nechtalik? 4 talik, 46, 48, 50, 52. Yaxshi, 4 talik. Bunisi-chi ikkinchisi? Bunisi standart razmer, tushaveradi. Narxi bir xilmi buni? Narxi bir xil. 55 ming donaga, 50 ming pachkaga. Pachkaga. Razmeri ham bir xil. Razmeri ham bir xil, tushaveradi. Standart razmer, o'zgartirishadi. Yaxshi. Endi aniq qilib qo'yishimiz kerak-da. Mana lozimi bilan ekan. Buni materiali nima deydi? Koreyskiy xb. Yaxshi. Bunisi-chi, bunisi nech pul? Bunisi 65 ming so'm. Pachkaga? Donaga 65 mingmi? Pachkaga 65 ming, donaga 60 ming. Yaxshi. 65 ming so'm donaga, pachkaga 60 ming so'm. Yonda esa xuddi shunday. Bu ham bir xil ekan narxi. Bularning materiali nima? Material standart. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi donaga 80 ming, pachkaga 75. Yaxshi. Bu ham o'sha ko'ylak lozim. Bunisi velikan, kattalar. Bu ko'ylakning o'zi bu. Ko'ylakni o'zi. Nech pul bu? Bu 50 ming. Yaxshi, 50 ming so'm. Pachkaga 45 ming so'm qilib berishar ekan bunisini. Razmerlar nechtalik endi bunda? 58-60 ming. 58-60 ekan buniki. Mana bularning razmeri Standart razmer. nechtalik? 4 talik. Nechidan nechigacha? 48, 50, 52, 54. Yaxshi. Donaga, pachkaga sotishaverar ekan. O'zbekiston bo'ylab dastavka yo'qmi? Ko'p bo'lsa dastavka qilib beradi-da. Ko'p bo'lsa. Telefon nomeringiz nechi? 91lik. 91lik 154 154 94 25. 94 25 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Pastda ochilmagan tovarlar ham bor, lekin nasiyatkalar. Mana ochilmagan nimalari. Pachkada turibdi. Yangi shu ko'ylak lozimlar.